أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته İngilizce Kur'an-ı Kerim dersinin 5. kısmını başlayımız inşallah. Aldığımız dersimizin ahırda Allah Subhanahu ve Taala'nın ki ey insanlar Parvardigarlarga ibadet kılanglar degan ayetini kısaca tushundirgan bo'lgan. Shuning davomini inshaalloh davomlashtiramiz. Yine Sura Baqaraning 22-oyatidan boshlab dars qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Who has made the earth a resting place for you and the sky as a canopy and sent down water, rain from the sky and brought forth therewith fruits as a provision for you. Then do not set up rivals unto Allah in worship while you know that He alone has the right to be worshipped. Bu Allah ziminni sizlar uchun bir aram elish o'rni qilgan zotdir va osmonni bino qilgan va suvni ya'ni yomg'irni osmondan tushirgan va ana shuning bilan meyvelarni chiqargan. Sizlarga rizq qilib meyvelarni zamindan chiqargan zotdir. Shuning uchun sizlar Allohga shiriklarni qilmanglar ibodatda. Ya'ni set up degan turg'izish degan bo'ldi. Allah Subhanahu ve Taala'ga şerik qilmanglar, şerik keltirmanglar. Sizlar bilib turib, yalnız o Allah'ningla ibadetga loyiq zot ekanligini. Worship degan, ya'ni worship degan ma'bud degan ma'noda. Bilib turib Allohga şerik keltirmanglar. 23-oyat. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. And if you Arab pagans, Jews and the Christians are in doubt concerning that which we have sent down, the Quran, to our slave Muhammad, peace be upon him, then produce a surah, chapter of the like thereof, and call your witnesses, supporters and helpers besides Allah, if you are truthful. Ve eğer sizler yani Arap müşrikleri, Yahudiler ve Hristiyanlar gumanda bolsanlar, biz düşürgen neresi hakkında, yani Kur'an-ı Kerim doğruluk gumanda bolsanlar, bizning bendimizge, yani kulumuz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge, hatırcamlık onunla bolsun. Undaqda bir sure keltiringlar, yani chapter, bir bab yoki bir qismini keltiringlar, shuningga o'xshash. Ve sizlarning guvohchilaringlarni, ya'ni madadkorlaringlarni va yordamchilaringlarni chaqiringlar Allohdan boshqa. Eğer sizler rastçıl bolsanglar. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. But if you do it not, and you can never do it, then fear the fire hell, whose fuel is man and stones, prepared for the disbelievers. Lekin eğer undaq qilmasanlar, vaholanki sizlar hargiz undaq qilolmaysizlar. Ondan qo'rqinglar o'tdan, ya'ni fire deganning ma'nosi hell, ya'ni do'zaxdan qo'rqinglarki, uning yiqiluvchi insonlardir va tashlardir. U kofirlar uchun tayyorlangandir. Sizlar mana shundoq do'zaxdan qo'rqinglar. 25-oyat. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. And give glad tidings to those who believe and do righteous good deeds, that for them will be gardens under which rivers flow, paradise. Every time they will be provided with a fruit therefrom, they will say, this is what we were provided before. And they will be given things in resemblance in the same form but different in taste. And they shall have therein azwajun mutahharatun,
purified mates or wives, and they will abide therein forever. Va xush xabar bergin iymon etgan va solih yaxshi amallarni qilgan kishilarga shu xush xabarni berginki, ular uchun bog'chilar bo'ladi, uning ostidan o'stanglar iqib turadi. Ya'ni paradise, jannat bo'ladi. Har vaqt ular bir meva bilan ta'minlansa, rizq berilsa, shuningdan, ya'ni shu jannatdan ular aytadiki, bu biz ilgari ta'minlangan, rizq berilgan narsa ekan deydi. Va ular narsalarni birlada o'xshash holatda, ya'ni shaklda o'xshash, lekin ta'mda o'xshamaydigan mevachalarni, narsalarni birladi. Va ularning u joyda azvojul mutahharatunlari bo'ladi, ya'ni pok hamrohlari yoki ayollari bo'ladi. Va ular u joyda mangu qoladi. 26-oyat. Innalloha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Verily, Allah is not ashamed to set forth a parable even of a mosquito, or so much more when it is bigger, or less when it is smaller than it. And as for those who believe, they know that it is the truth from their Lord. But as for those who disbelieve, they say, what did Allah intend by this parable? By it he misleads many, and many he guides thereby. And he misleads thereby only those who are al-fasiqun, the rebellious, disobedient to Allah. Haqiqatan Allah aya qilmaydi, xijil bo'lmaydi, ya'ni ashaymit degan. Allah aya qilib qolmaydi. Bir misolni keltirishdan, garchi bir pashining misoli bo'lsa-mu yoki shunchalik cho'ng bo'lsa-mu, u nihoyatda cho'ng holatida yoki u nihoyatda kichik bo'lsa-mu, eng kichik holatda bo'lsa-mu, uni bayon qilishni aya qilib qolmaydi. Ya'ni shu bir oyatning ikki tafsirini keltirib o'tadi. Shu dan it degan, ya'ni pashiga qaraganda kichikroq yoki cho'ngroq narsadir. Va iymon etgan kishilarga kelsak, ular shuni biladiki, u Parvardigordan bo'lgan bir haqiqat ekanligini biladi. Va kofir bo'lgan kishilar bo'lsa, aytadiki, Alloh bu misol bilan nimani maqsad qildi deydi. Uning bilan u nurg'un kishilarni, ya'ni Alloh nurg'un kishilarni ozdiradi va nurg'un kishilarni uning bilan to'g'ri yo'lga boshlaydi. Va u ana shu misol bilan faqatla al-fasiqun bo'lgan kishilarni ozdiradi. Ya'ni rebellious, fasiq, Allohning itoatidan chiqqan, disobedient to Allah, ya'ni Allohga asi bo'lgan kishilarni Allah subhanahu va taolo shuning bilan ozdiradi. Oxirida yangsizliklarni o'qitaylik. Resting, aram olmoq. Canopy, bino. Provision, rizq. Rivals, tangdosh. Pagans, mushriklar. Cancerning, munosabatlik. Produce, chiqarmoq. Supporters, yordamchi. Truthful, rostchil. Prepared, tayyorlangan. Glad tidings, xush xabar. Resemblance, o'xshamoq. Mates, hamrohlar. Abide, turmoq. Parable, misol. Mosquito, pasha. Rebellious, fasiq. Disobedient, asi. Shuning bilan bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Inshaalloh kelar qatim darsimizni davomlashtiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va